Anlarım, siyem seni siyem degan jir bitin değil mi? Güzel. İldar'ın Ayşat'ın bu tapkır aytkanı var. Siyem yaratam seni deyip. Ertanda aytdinglar bugun. Hozir Güzel O'razada Güzelga aytirga yaramay paka. Ha. O'raza tutamiz. Ona ko'ra Yoring ishlab beramiz. Yok siz buna hazır tükenlikler kırtınız. Derse yaramay. Aytırgan Yok, yarayın değiller. Aytirgagina yoraydi. yaray. Albatta. Shuni aytaman albatta. No, umuman biroz tega kirtinlarga aytira kerak. Şimdi siz neçe yıl gaile? 16 yıl 17 to'g'ri 17 bo'ladi. avgustda ona bitar. Почти kelib jetdi. 17 yıl buna siz duet şu gaile kırgaç bilan çıktığı başladınız mı? Elle anarşıda indi şalınları var idi mi? Ben şu gailenin tuğu tarihi turunda biraz silip gittiniz hele. Ну, men Boshqa betinde g'oyla tu'di. anasını o'tdi. Durusini aytganda, lekin angarshi endi men Qozonga kelgan edim, birinchi jirlarim chiqqan edi 2002-yilda. Aylar bilan biz 2003-yilning avgustida aylanishdik. Shunga ko'ra biz endi ko'rishgach, tanishgach da birinchi konsertlarimizni berib qaraga bo'ldik. O'zi bizni tug'an yerlarimizda, ovulda berdik, mening ovulda, Ildarning ovulida. Shunday deb bizning birinchi konsertlar o'tdi-da, shundan so'ng biz endi duet bo'laroq qo'shildik. Bizning birinchi konsertlarda duet yo'q edi hali. Duet jiri yo'q edi. Mana Birga qabul etalar birinchi edi. konsertlarda endi duet jir yo'q edi. U chunki azir tugul edi. O'zi bizning har birimizning jirlarimiz bor edi. Duet jirni albatta tashladik. So'ngra shunga ko'ra shuni aytuvim edi. Boshda g'oyla andan duet barliqqa keldi. En birinci duet jırığınızı hatırlıyorsunuz mu? Senda menga birgina. Senda menga birovgina, menda senga birgina. Aning tarixi shunday qiziq. Bu jirni umuman Noil Shaymardanov yozgan bo'lgan, ham bu jirni maxsus bizga yozmadi. Biz Moskvaga qo'noqqa borgan edik, yoki bir konsertga bordik. Shu vaqtda bizni qo'noqqa chaqirdilar. Bir tanish kishi endi shu chay ishib o'tirganda kasseta tartib chiqardi. Qarag'iz hali go'zalliklar mana bunday bir jir bor edi. Menga shu yo'ldi. Shu jirni tanlab qarag'iz hali deb kassetadan qabzib jiberdi-da, bu jirni boshqara edi Ilsof. Ilsof birinchi boshqargan bo'lgan, ularning ishi intig'ida chiqqan bo'lgan, ham shu jirni Noilaviy Shaymardanov bizga aytdi, jirlarimiz deb aytdi-da, biz shu jirni jirlar, shu aytib bizning tug'an jir bo'ldi. Anlaşıldı anlarım. Duet buna kupkina şuşun gaileler bilan aralashgandan so'ng ham shunday so'rov tuva. Kimningdir g'oyla bo'latib tovushlari to'g'ri kelmaydi. Masalan, Keramadinov ham Nag'imov bilan suylashganda bizmi? Ular qutishqish bala shekillatgan mana duet jirlar. Sizning mana muzikal yoqdan demak sizga joyli sizning tovushlaringiz to'g'ri keladi. Analizlarında Не все так радужно, deb ayting. Yo'q. Yo'q, turmushda biz bek turib kelamiz. Tovushlar to'g'ri kelmay, chunki Ildar tenor. Menga Melodiskiy soprano. yoki tuban bariton bo'lasi bor tovush turi. Go'zal bilan. Go'zallikda tovushi yuqori tugul. O'z tesiturasida xotin-qizlar tovushi orasida uning tovushi yuqori tugul. Shunga ko'ra mening tovush biroz ustaraq tenor men. Shunga ko'ra bizning to'g'ri kelib o'tmay, lekin biz yo'llarini topamiz endi. Tersiyalar bilan, kvartalar bilan shunda bir narsa ajralab chiqaramiz. her vaqtdagi ish Ildar senga ko'proq joylashishga to'g'ri keladi endi. Iroqlarga ko'proq joylashuv. Nechta bo'ladi? No, yo'q. Menda joylasham. Bo'ldi, joylashdik go'zal. Mana shu davrda 2 yilda joylashdik. Qolganlarini men joylashdim. Ijod etdik. Hali yangi duetlar bek ko'p. Mana umuman hozirgina 2 duet jiri, yangi duet jirlar yozdirdik. Tizdan boshlashga tik yetmaymiz. Jirlar ijod etamiz. Güzel. Oh. Tomoshachilar bilan bit oralar uzilib ketdi hali. Shulay uni yo'q, bizda aybat, buni ko'rinamda. Tag'da qo'shilib. Uchrashuvlar, tiri uchrashuvlarga kelganda oralar uzildi, balki oralarni yaqin aytib olaymanlar shu jir bilan.